Barselonada aslida darvozabondan tashqari 10 ta futbolchi himoyachi. Faqat oldinda himoyalanadigan himoyachilar. Shu oldindagi himoyachi. O'tgan yilgi O'zi odatda himoyachilardan o'tsa raqib darvozabon bilan birga chiqadi. Himoyalanayotgan jamoa, rostakam himoyalanayotgan jamoa deylik, yaqin masofa qolganda darvozabon bilan birga chiqadi ular yoki o'sha joydan uradi. Tushundim, tushundim. Bularda faqat 50 metr bo'lib qoldi-da o'sha masofa. Bu qiziq. Qahramon Aslanov ham yozdi-yu, bahorga kelib turib Chempionlar Ligasida eng xavfli jamoa bo'ladi baribir dedi. Chunki qaytadi hamma. Ligani boy berish mumkindir balki. Chunki ligada bir Celta bilan bo'ldi, yana boshqa bilan. Keyingi misol Bilbao agar Nico Williams qaytadigan bo'lsa, bu yoqda Pedri bo'lmaydi. Qochadi, yana o'sha qochadigan futbolchilar bor-da. Olmo kecha Pedrining vazifasini boshida umuman tushunmay yurdi. Keyin sekin moslashtirdi-yu, baribir Olmo unaqa joyda o'rganmagan, o'z joyiga borib oldi-yu. Liniya o'rtasida turib oladi-ku. Yaxshi kechagi o'yinda baribir uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb o'ylayman baribir Lewandowskiga berardi. Lewandowski qiyin gol urdi-da. Lekin Yamal deb o'ylayman, o'yinning eng yaxshi futbolchisi, chunki kreativ berdi, pressingda ham yaxshi o'ynadi, keyin juda muhim gol urdi deb o'ylayman. 3-2 chib ketishdi. Qiyin holatda urdi, darvozabon qaytargandan keyin.